Assalamu alaykum. Arzu Taam Pişiriq salonidagi barliq xonimlar, xush keldingizlar. Bugun o'tirgan darsimiz Arabcha go'shtlik sambusa. Ya'ni Arabda samsin sambusa deb ataydigan bu yog'da pishirgan Arabcha sambusalarning bir xil bo'lib, nayt yeyishlik, mazlik bo'lgan tamoqning birisi. Bunun ketadigan materiallar bo'lsa, xamir uchun yarım kilo un, kichik qo'shiqda bir qo'shiq tuz, yarım qo'shiq ko'ptirgich, yarım qo'shiq kichik qo'shiqda yarım qo'shiq xamir turicha. Ondan keyin bir qo'shiq sumay ketadi, mush xamirni yo'g'irish uchun. Endi buning qiymasi uchun ketadigan materiallar bo'lsa, chanalgan kali go'shtning yarım kilo, ammo qo'y go'shti yaxshi ko'ramsiz, o'zingiz yaxshi ko'rgan go'shtni qilsangiz bo'ladi. Mana biz chanalgan kali go'shtini ishlatdik. Chanalgan kali go'shtidan yarım kilo, 2 dona bosh piyoz, hamda bir bana so'ng piyoz ishlatibdi. Bizning tarafda hozir so'ng piyoz tugab qoldimi? Uqmadim. Men o'zim yaxshi ko'radigan yong'oq sutini ishlatdim. Yong'oq sutining muvofiq miqdorda. Agar siz so'ng piyoz topolsangiz, 2 dona bosh piyoz, 1 dona so'ng piyoz ishlatsangiz bo'ladi, xonimlar. Unda bo'lsa biz hozir xamirini tayyorlab qilamiz. Xamirini tayyorlash uchun yarım kilo unga tuz, ko'ptirgich, xamir turush ve yağni bir qoshiq yağni quyib, mush unning ustiga. Undan keyin buni ilman suyimiz bilan muvofiq miqdorda, muvofiq changlik, bo'sh changlikni muvofiq qilib, normal changlikda xamir yo'g'irib olamiz. Odatda mantilan xamir yo'g'ilgandek yo'g'alsak bo'ldi. Buna xonimlar biz hozir hammasini quyib, yog'ini quyib aralashtirib oldik. Ham buning ustiga ilman suvini quyib, xamir yo'g'iramiz, xonimlar. Mana ilman suvini quyib, buni qo'limiz bilan o'mallab turib, xamirimizni yo'g'irib olamiz, xonimlar. Mana xonimlar xamirni yo'g'irib bo'ldim. Buning ustini mushu sul yog'lar bilan, nefis sul yog' bilan yepib, 15 minut tindirib qo'yamiz. Buldirib atmaymiz xamirni. Azroq chol buldirsak bo'ldi. Mana xonimlar biz sul yog' bilan xamirimizning ustini o'rib oldik, ching o'rib oldik. Endi buni 15 minut turg'izib qo'yamiz. Ondan keyin biz bu piyozni ushoq to'g'raymiz, yong'oq sutini ushoq to'g'raymiz. Oxiridan qozonga miqdoriga qo'yib, qiymimizni tayyor qilamiz. Unda bo'lsa qiymimizni tayyor qilganini ko'raylik. Xonimlar, ikkinchi bosqichimizda qozonimizni mushu o'choqqa qo'yib oldik. Undan keyin azroq mushu qiymimiz chopib chiqamiz uchun azroq moy qo'yamiz. Shunchalik moy qo'ysak bo'ladi. Undan keyin piyozni sep qizartamiz, mayimiz qizganda. Mana xonimlar, mayimiz qiziydi. Men piyozni soldik. Piyoz bilan ushoq to'g'rab olsak bo'ladi. Men ushoq to'g'rab piyozimizni soldik. Endi buni qo'rib, rengi o'zgargan chog'da ondan keyin yarım kilo shu chanalgan go'shtimizni solamiz. Mana piyozimiz rengi o'zgarib holat keldi. Endi mana yarım kilo go'shtimizni solamiz. Endi qo'rib go'shtimiz rengi o'zgarganda o'zini shoqib turgan buni zira, qarmosh, daramakdan silib, tuzini tetib, qaytadan yana qo'raymiz, xonimlar. Mana qiymaga yarım qo'shiq tuz soldim, mana. Tuzini silib, qarmosh zirini soldim, endi buni yana aralashtirman. Mana xonimlar, daramakdan aralashtirgandan keyin machani ushoq to'g'rab olgan yong'oq sutini silib, bir ishga uribla buni bir taqsiga elib qo'ysak qiymimiz shuni tayyor bo'ldi. Endi xamirimizni echib tuysak bo'ldi. Endi biz xamirimiz 15 minut tinib bo'lgandan keyin mushu yong'oqning cho'ngligida tuxumdek, kichik tuxumdek zugul-zugulab buni unga besib turib, mushu halollarimiz bilan buni yeyib olamiz, xonimlar. Buni yeyib, mantisini jildini ochgandek, shunda cho'nglikda jildi ichamiz. Shunda cho'nglikda jildi ichib olgandan keyin bu jildimizni mana o'sha qalbimiz bo'lsa, mush qalbimizdan o'tirsa qo'yamiz. O'tirsa qo'yib, ondan keyin buning o'tirsa qismiga qiymimizni azroq olamiz, azroq ilib qo'yamiz. Qiymimizni qo'yib bo'lgandan keyin
Bunun iki uçunu cüplep tügümüze hanımlar. Bir qo'lab sen hepsi qo'lab tügümüz. Bunu tügüp bo'lgandan keyin bu atrofidagi ziya-ziyalarni chiqaryapmiz hanımlar. İkinci xil bir usulumuzda mush ben shuni dükandek o'tirsa qiymini ilib shuna tügüp olamiz. Tügüp olgandan keyin bunun atrofini mushu mana mushu şu moşunun ülkelerimiz bilen etrafına mana besip durup gül çıkarıp olamiz hanımlar. Mana. Gül çıkarıp olamiz. Muşnaq ülkeler bilen. Muş arımız bilen. Gül çıkarıp olgandan keyin mana çöresiniki ziya-ziyalarini bunundaki asbablarımız bilen qıyıp çıkarıp atamiz. Ma taraflarını nasıl? Ziya yerlerini çıkartıyoruz. Bunun da mana samız tüyüp çıktı. Manım koygan to, qanday şu ziya yerlerini shunday qilib kesib chiqaryapmiz hanımlar. Mana ziya yerlerini kesib chiqarayotgandan keyin shu holat. Mana qilib qilsak bo'ldi. Manadagi asboblarimiz esa mushuni olib tugsak, manada shaklda shundan chiroyli chiqadi, ha. Bundoq asbobimiz bo'lmasa, ben shuni do'konga tugilib, mana bilan cho'rsini gul chiqarib olgandan keyin, manadagi tugiljak asboblarimiz bilan cho'rlarni yoki pichoqlarimiz bilan kesib chiqarayotgandan keyin, bunday shakl kirdi, ha, xonimlar. Endi buni pishirish bosqichiga o'taylik. Mana tugib tayyor qilgan sambusalarni hozir yog'ni qizdirib salımıza buna yağımız kızıp da yağlı. Bismillah. Normal kızıklıkta pişirolmaz. Bununsa o yağımız pişirip müştambuslarımız küyüp yetişatları yüzleri şuna da katkı sakında hanımlar. Kadar bir sarıgan çağda öğürüp iki tarafını sakat avasak çıldı. Buna matırıp kızırıp çıktı. Endi bunu öğürüp aldık. Aslında tarafı kızırıp alsa bunu taktı edip bunu taktı da. Otunu çok normal koyuş gerek hanımlar. Bunu sama ot kısıp gidip kuyuşatları yüzleri. Mana kızlar bizimki sambusumuz şuna olan pişip çıktı. Şunda yiyişlik. İçinden kösek buna xemiray kılınemez. Şuna normal kelgan. Şuna yiyişlik bo'lgan bir sambusumuz tayyor oldu mana. Yağda pişirgan boshqa buni texmi yeyishlik, shakli shunchalik ko'rkam bo'lgan bir sambusumuz pishib chiqdi. Shuna bilan bugungi arabcha sambusa shuna bilan tamom bo'ldi sizlarga. Aylansan yoqtirib, etib ko'rib baqishingizdan umid qilaman.